Bugun 145 kvadratlik obyektimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu obyektimizda biz Samarqand zavodining 03 tunikasidan ishlatdik. Ishimizni ko'ring va baho bering. Ushbu obyektimizda ko'rib turganingizdek alkafon uslubidagi tunikafonlarimizdan foydalandik. Turbalarimizni, tarnovlarimizni ajoyib ko'rinishda tushirib berdik. Ranglarimiz, novlarimiz mokriy rangda va bizani o'sha tunikafonimiz oppoq rangda bo'lib turibdi. Bu nima beradi? Kelajakda qilinadigan fasadlarimizda ham ushbu ranglar rang tanlamaydi. Lekin stilni minimalizmga yaqin bo'lganligi uchun juda ham ochib beradi. Bizning mehnatimiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.